Yorug'dan Gentra. BMW. Mercedes-Benz. Chevrolet Gentra. Yorug'dan Gentra. Assalomu alaykum. Gentraga Malibu bar o'rnatdi, Malibu Roll, Mercedes o'rnatdi, lekin bu navorot qilmagandi. Gentraga qilinadigan navorotlar qatoriga yana bitta yangilik kiritdi. Oldin o'rnatilgan ancha-muncha davodchilarni ko'rganman. Yangi mashinaning eshigi pretelka bo'lib ketadi. Buni ishlash prinsipi qanaqa? Oka, buni ishlash prinsipi juda ham oddiy. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zamonaviy teshuvlari, boltlar o'zgargan xolos. Qolgan yoqlar hamma zavodskiy birga bir o'rnagan, hech qayerda kesilmaydi, chaqlanmaydi. Zavodskiy birga bir o'rnatib beriladi. Buni qachondir kim boshqa mashinaga olish kerak bo'lsa, zavodskiy qilib boshqa mashinaga usturovkasini qilib beramiz. Hurmatli mijozlar, bu davodchik arzon narsa emas. Qachondir mashinani sotmoqchi bo'lsangiz, mana xohlagan mashinangizga mana shu usta akamiz bemalol qo'yib berardilar.